Abdullah akılları bas bulmaz mıkin? O Ürümçiden qaytib kelgenden beri teni taza saq emas. Rastını etsam, yaqindan beri hoyilning sirtig'i chiqib baxmidi. Yenge, xotirjam bo'lsizlar. Ular mashina bilan opirib akab qo'ydi. Uning ustiga hozir Abdullah akamning nomi atiq chiqib ketdi. Ularmi uning donqini anglab kelgan tursa. Shundaqdimi, bo'lmas mıkin? Xotirjam bo'lsalar, men boraman. Men boray. Zo'rxon, darhol tamoq etgan xotin. O'z qo'ling bilan o'xshitib bir osh etgina. Biz bu oilaga ko'chib kirgandan buyon Hoshimoxonning tunji qatim kelishi chapsan bo'la qoldi. Hojati yo'q. Jumuslar. Hoshimoxon, siz qilmisizlar. Kamaklarimiz oson emas. Yana birdan o'ltirsizlar. Bu shundaqmi mangamdilar? Vaqtlar chiqqanda kelib o'ltirib keta olamiz. Bo'ldi. Rahmat. Bir kuni Havoxon bilan birga kelib o'ltirib ketsizlar. Shunday. Bo'ladi. Deginimizdek bo'lsin emisa. At deganda men sizlarni og'ili kelay. Obdan. Men cho'qim boraman. Ma'qul. Xo'sh. Hashim tag'a, dadamning salomatligi yaxshi emas. Yaxshisi men boraymikin. Dadam bo'lsa hargiz bo'lmaydi. Bu kim bo'ladi? Mening o'g'lim. Eliqi Baudun shumi? Shundaq. Men shu dadam ikkimiz Urumchiga bilib borgan. Har qanday mehmonlarni ko'rib baqqan. Har kim bo'lsa-mu oldiga chiqalayman. Shundaq. Umu talay so'rinlardan muqam aytib baqqan. Nahiyada mehmon kelsizlar, doim u nag'ma qilib beradi. Bu Hoshimoxon. Xotirjam bo'lsizlar. Men at deganda sizlarni saqlab turay. Do'st birodarlar muqam uchun atay bu yerga kelsa, bunchalik yaqin oraliq bo'lmasammi, sat turdi desizlar. Yana kelib o'zlari meni taklif qilib kelgan tursizlar. Olmasam bo'lmas. Belli. Qarg'ina, yanıla dadan qaydı biladi ekan juma. Ma'qul amsa, ma'qul. Xo'sh amsa. Xo'sh yigit. Urumchiga mo beribsan. At senmi billi bag'in, ha? Hamma ma'yamiz. Ma'qul. Xo'sh amsa, ha? Xo'sh. Hoshimoxon, vaqtlar bos kelib o'tirib kelsin. Ana, dadamning bu nima qilganida? Bo'ldilar, bolam. Oy, nim qilay deysan? Nim qilmoqchisan, bolam, ha? Tosmizlar. Astagfirullah. Qarag'ana, bu balaning mushu mijoziniz-a. Hey. Men qarslar dadisi. Bu zodi nima qilganlari, ha? Baudun.
Bavdun, adamni tazımı ensirattınız-gı. Qani ayting-a. Dadam nima uchun Hoshimdan qo'rqadigan-di? Uning o'g'li bor bo'lsa, uningga mana men bor-ku. Biz ularga zodi nimaga qarzdor bo'lg'aydiq? U dadamni mushundoq bo'zaq qilsa bo'lamda? Bo'ldilar. Abdulla tag'amdanmi ag'rinma. U har qanday odamga mushundoq takalluf bilan muomala qiladi. Kishilarga hargizmi dili og'rig'idek gap qilmaydi. Kishiga ziyon yetadigan ishni hargiz qilmaydi. Dadamdan anglashimcha, tag'amning ota-bobolaridan tortib, hammasi shundoq ekan. Acaba koni jamiyatda yashagan odamlar mushundoq ochiq yutishga bardosh qilib bo'lamdigandi? Nurg'un kishilar tag'amni yaxshichaqlikqa amroq deydi ekan. Lekin meningcha, tag'am o'zi bir oq ko'ngil odam. Hech tushunamadim. Dadam rostilla uningdan qo'rqamdigandi yoki o'zligidan shundoq bo'shonlik qilayotganmidi? Ishqilib, men at uni noyaga hargiz bag'izmayman. Hay, gapimni angla. Men Voy, bo'ldi. Menga to'la nasihat qilma. Bilaman, sizni yinimga bahorgul evatdi-ku deyman. Man qarsıla dadısı. Təlləri taza saq emas. Baldırra qaytıb keləla. Bo'lmasa biz ensirab qoladi ekanmiz. Aras. Balam. Akanga deb qo'ygan. Men uningdan ranjimadim. Umu mendan ranjib yurmisin? Ha? xotirjam bo'lsa dada. Bavdun akam har qismi ranjimaydi. Ma'qul amsa. Xotirjam bo'lsa. Xo'sh amsa? Xo'sh. Yo'lda ehtiyot Bu qilalar. odamning teni toza saq emas. Uni baldırroq Baldırroq qaytib kelala dada. Xo'sh. Xo'sh dada. Hay, qara, quyrug'im keldimi nima? Ha, men uning quyrug'i. Qandaq? Ha? Bo'ldilar, kep qapsiz-ku. Fatima, sizga deydigan muhim ish bor edi. Sizni bavdan evatdimi? Voy, undaq emas. Sizlarning uyga bir muncha mehmonlar keldi. Ko'tandan kelgan tuqqanlar o'xshamamdi. Yurtinglardan tuqqanlaringlar kelgan bo'lsa, men sizni izlab nima qilar edim? Amsa kimlar ekan u? Qarasam, elchilik kelganda qildi. So'raxon hamamlam ekan. Mush yurtkilardan bo'lsa, ularni tanimay qolaman. Voy, amsadi kim ekan? Tezroq demamsiz? Abdidan qarasam, Nohiyadan kelganda qildi. Chataq bo'pti. Siz Ana, bir kim elchilikka kelibdimi? Ha. Ana, ularga ma'qul deb qo'ymaganlar. Shundaqdi. Men o elchilikka kelganlarni bir-birlab qaytirib turyapman. Lekin Bavdun bilan sening to'y ishing zotli ro'yobga chiqmaydi-ku ta. Ana, gapimni anglasizlar. Bavdun menga aytdi. Uning onasi Abdulla tag'am bilan bizning to'yimiz to'g'riliq maslahatlashib yetibdi. Balam, och-singil ikkinglar meni bakma andishida qo'yapsizlar. Abdulla taqa, apırıp koyamaydan bo'ldim. Kechirgaylar. Ishqisi yo'q, balam, ishqisi yo'q. Voy. asla. Abdulla aka, mashrabga borolmaydigan bo'ldilar. Endi muqomlarni aytib uyda o'tirivasizlar. Mangsizlar. Sizlar Ay, yuringlar, mangayli. Sizlar mangayli.
Mashina bilan mang'an bo'lsa, allaqachon qaytib kelish kerak edi-ku. Nimishqa tegish kelmaydi-qanda? Bala, o'ltirg'in. Bo'ldi, o'ltirmay, jiddilashib ketyapman. Bala, ota-onangning turqi siyoqi esingda bormi? Ana, ushtim tut buni so'rab qoldi-ku. Sening kimga o'xshab qolganingni bilib baqay deb edim. Bilmayman. Ularning taq turqi esimda yo'q. Ondaqda sening mijozing kimga o'xshaydi ekan? Meningcha, mijozim sizga o'xshaydi. Singlimning mijozi bo'lsa, dadamga o'xshaydi. Xiyolimcha, o'z vaqtida dadammi sizlarni ashu mijozlarini yoqtirib, sizlarni tanlagan bo'lsa kerak. Manga bola bo'lib, bugun tunji qitim meni maqtab baqdingchimi? Ana. Meningcha, dadamning mijozi to'limi yaxshi. Lekin men har qancha qilsam o'rganmayapman. Ahmaq bola. Mijoz deganni o'rgangil bo'lmaydi. U turmushning issiq sovuqi davomida yetiladi. Har kim nima degis kelsa, shuni davasa, nima qilgis kelsa, shuni qilaversa, u chaqda qandoq bo'ladi? Bo'ldi. Sen bir obdan bola. Dadang ikkimiz Allohning seni bizga ato qilganiga talay qitim rahmat etdi. Ammo nurg'un ishlarda sabrchan bo'lmasang bo'lmaydi. Bizden keyin qolganda ashu mijozing bilan o'z-o'zingga peshkanlik deb bo'lsang bo'lmaydi-da. Buningdan keyin bu o'ydikilar sangli tayin demasmi? Ana. Nima deganlari bu? Sizlarcha xotirjam bo'lsizlar. Sanglimdan anglasam, Fatima bilan obdan o'tayotgansan. Ana. Singlimning quruq gaplariga quloq solmasizlar. Oğlum, sen bu çoğun oldun. Öylendığin vaktin oldu. Fatime mu yaxşı kız. Her iki öydeki çoğunlarının köngülü yakın idi. Dadan ikimiz bu silenin toyunlarını baldırak kılıp eteyim mikin dep mesletlerdi. Ana, aldırmaylı. Ben hazır 12 muqamni yanım obdan öğrenişim gerek. Yani bir talay muqam tekstlerini yatqanmısam bulmaydı. Ondaqda kelinni akirib olgandan keyin o'rgansangmi kechikmaysan bu. Vaqti kelganda men bu bir yordamchiga ega bo'lib qolmamdimi? Ana, anisa deganlardek bo'lsin. Shuncha kashib ketdi. Dadam ajab kelinmaydi-ku. Ana, aldırmay tursizlar. Men mahalli beshidagi yo'l yig'iziga berib qilib kelay, ha? Ma'qul. Dada! 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 Balam, boğdun. Dada! Avaylama. Ayatak ep duranglar. Astarallah. Bu yoqqa. Ehtiyot qilinglar. Dadısı. Dada. Bo'ldi, sizlar kirmanglar. Sabahı sahnem bo'lganda, ha? Ana. Amasi biz sirti kutib turaylik. Bo'ladi. Bu qanday bo'lgani? Tunagini bir obdan emas miydi? Ana shig'limizlar. Ana. Jinim balam. Ana, ensirmisizlar. Hech gap yo'q. Ensirmisizlar, ana. Ensirmisizlar. Ozdaga dadamga bir ish bo'lib qolmasa. Hech ish bo'lmaydi. Bemorning oilasidan kim bor? Aka. Mana, men bor. Doktor. Ha, bu yoqqa keling. Doktor. Ana. Doktor. Mana rost gapni qiling. Dadamning kasallik ahvoli qanday? Bemor jiddiy xarakterlik oshqozon 3 oyollig'i bo'pti. Doktor, davolashning amali bormi?
Bovayning aslida seriq et yirtilgan kasallik tarixi bor ekan. Buni bilamdingiz. Nimishqa diqqat qilmaysizlar? Hozir bemorning salomatlik ahvoli yaxshi emas. Doktor, men Bilaman. Oqsoqol bo'lsa, muqamchilar ustozi. Xotirjam bo'ling. Biz bor kuchimiz bilan qutqiza olamiz. Xotirjam bo'ling. Adiljon rahmat doktor. Bu yoqqa kelsangiz bo'pti ekan. Ana, ko'ngillarni buzmaslar. Tünögü bağdım tek dadısının berişi bulunmagan edi. Yenge, endish qilmasin. Hech ish bo'lmaydi. Doktor amalini qiladi. Asirmasizlar. Aka! Aka! Bağdım qini. Aka! Akanı derhal tipke. Akanı tipke. Baldun! 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 Chatoq bo'ldi. Ne bo'ldi? Baldun! Obiztaqa chatoq chiqadigan bo'ldi. Nemish bo'pti? bu to'qo yurak yomon bo'lsa chiqmabsan. Chiqa deyman. Hoshim, ishni och. Qandoq nayron ishlatayapsan? Ishni och deyman. Dadamni o'ldirmoqchimidim. Hoshim! Qalandani? Och! Patla o'xshaydi. Siz deyman. chiqsangiz tankilamaysiz. Qo'yma. Chiq deyman. Hoshim! Bu yoqqa chiq. Bu qiyin ablah. Chiq deyman. Darvozani chanayotgan kim? Yana meni tillayotibdi-ku. Ha? Dada bu yoqqa chiq deyman. Chiqmabsan. Men keldim. Hoshim! Chiq deyman. Qalayotgan Qaysarimi? Hoshim! Kalender bitmez. Obdan ketsen. Sana uni. Chiq bu yoqqa. Bu qiyin ablah. Sana jelimni tikib qo'ydim. Hoshim! Abdullah'ın aylığı kadar saklandı iken. O haramzade darvozamni chanib etkini qara. Urib o'ldirib et. Baldun! Darvozamni chiqish betindami texi? Oğlum ishkini aç, kalenderini urib o'ldirib et. Baldun! Hayda, Baldun! Birovning darvozasini chaqqanning nima foydasi? Abdustaqa, qarınız bo'lmasin. Ularga o'zimni bir ko'sib qo'ymsam bo'lmadi. Baldun! Ularning darvozasini chiqib o'zini yordamlasang sana nima foydasi? Foydasi bo'lmasa mı chaqman? Bo'lmasa ochiqda o'lib qoldiq o'xshayman. Hoshim, chiqa bu yoqqa. Hoshim, o'xshayman. Bismillah! Aka! Dadangning kesili bakli ig'i. Hozir amal qilib dadangni qutqizish muhim tursa, ular bilan jidallashganning nima foydasi? Mayli. Yürü. Baudu. Hozir dadam biz aytgan muqomni anglab yozsa, ehtimol tezroq saqlayishi mumkin. Azoblanayotganing menga ayon.
biz tek dadangdan ayrılıp kalganımız yok ko. Sen ruhluqraq bolup, sattarыңны қолыңға ağır bana. Do'stu, satarangni ilib, chala. Balam, kini satarını қолыңға ağın. Chala. Qani, og'in. Ağın. Dadısı. Bargın. Dada, Dadısı. dada. Dada. Ben hazır qayerda? Ben qandaqdir kechicha muqam anglagandek oldum. To'g'ri aytdilar. Seni kechichi muqam anglab yotdilar. Dada. Alstaga qarang. Dada mushuk keldi. Dada. Abdulla akamni obdan qo'g'itishimiz kerak. Uningga ko'ngil bo'lish xizmatimizning bir qismi. U doktorxonadan chiqqandan keyin siz alayda uni yo'qlab berib, apu so'rang. Man bosamg'u bo'ladi. Lekin hiliqi Voy, to'la neri beri gapni qilmang. Bavdunni men xil obdonli tadqiq qildim. Siz mushu yeshingiz bilan oshu bolaga g'umsa qilsangiz, buni xudomi ravo ko'maydi. El kasalxonaga borganda bu ishni tilga og'uchi bo'lmang. Yur. Abdulla aka, qandaqaroq? Yaxshi. Yaxshi. Men texe hamma ish tugidi. Mushundaqla ketib qoladigan o'xshaymi deb tikanman. Rahmat sizlarga, doktor. Sizlar bo'g'ashqilar. Men yangaqliqda yana bir mezgil kunning seyrig'ini ko'ra oladigan bo'ldim. Menga yana oilamdagilar bilan yurtdoshlarimga rahmat etadigan fursat yaratib berdinglar. Sizlar-chu g'izani ko'proq yeb, gapni ozroq qilsalar, bizga rahmat etgan bo'lalar. Yangimiz to'g'ri aytdi. Abdulla aka, hozir sizlar obdaroq orom olishga muhtoj. Ortiqcha ishlardan qayg'urib yurmisizlar. Tushundingmi? Tushundim.
Bundan keyin sizlar degandek qilay. Hey, Hashimka, akilon, men ko'tirish ber. Ish gap, ijtimoiy akilon. Tex bilmaysiz deyman. Abdulla akam Abdulnurayliq siyosiy kengashning hay'at a'zosi bo'lib saylandi. Nima dedingiz? Abdulla siyosiy kengashning hay'at a'zosi bo'ldimi? Shundaq. Uzunga qolmay Urumchiga berib siyosiy kengashning yig'inida qatnashadi. Mana bu tarixdan bu yanqi bizning muqam san'atkorlarimiz erishgan eng oliy shon sharaf. Salomatligi tufayli u yig'inga qatnashamay qolarmi deb ansirayapman. Voy, keseldan saqya saqaymayla yana xat yozatdilig'i. Talay yillardan beri sizning xat yozganlarini ko'mabdi ekanman. Nima yozatdilar, ha? Siyosiy kengash yig'iniga taklif loyiha yozyapman. Taklif loyiha? Nima u taklif loyiha degan? Sen buni bilmaysan. Depbagini bilanmi, tushunmaysan. Men yezib bo'lgandan keyin Bahorgul uni tuzitib bersa, uni cho'ng yig'inga olib boraman. Dadisi, sizlar uydagilarga deydigan muhim gapim bor da'vatdilar. Zodi nima gap edi? Ha? Zo'raxon. Mushkullardan beri men o'ylaganzir bir xil beoramlik his qilyapman. Bo'libmi? Hukumat bergan ovoz haqqini topshirib olgandan keyin yana mushoyliq ko'chib kirgandan buyon ko'nglimda texnik xijillik his qilyapman. Mana endi siyosiy kengashning hay'at a'zosi bo'lib saylanganim uchun texmi o'ltiramay qilyapman. Voy, yennim bo'ldilar. Sizlar bularga erishishga haqliqku. Sen texi bilmaysan. Men yaqinda ondan esga ola oldimki, Urumchida 12 muqamni ovoz qilgan emas, texi to'liq bo'lmabdi. Nima? Nimish qundaq bo'lgandi? Abi chashma degan bir bo'lak bor edi. Shu ovoz qilinmabdi. Voy xudoyim. Nimish qundaq bo'lgandi? Qiyinlikning kasabi to'manda. Uning ustiga o'chaqda saqlig'i mutazob obdan bo'lmay qoldi. Men bo'ldimkin tang. O'zimmi shu bo'lakni unutib qopdimi? Dadisi, unchalar ko'p o'ylab ketmisizlar. Shunchalar ko'p ahang bilan shunchalar ko'p nazmi beytlarni esda tutib olarligidek kimning mengisi shuncha sozdaydilar. Buni sizdan boshqa kim bilalaydi? Ay, qarag'anasini. Nimadan davatsa, ha? Men Abdulla ömür bo'yi rostchilik bilan yashadim. Aldamchilik, kazzoblik qilmadim. Endilikda hukumatimiz bilan o'zimizning muqam-xumar xalqimizni qarab o'tirsam, qandoq bo'ladi, ha? Bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Undaqda qandoq qilay davatdilar? Bu qatim Urumchiga yig'inga borganda Muallim bilan guruh boshlig'i Abdukim efendini izlab berib ularga aytaman. Abdukim efendi hozir madaniyat nazoratining noziri bo'ldi. Uning o'zini hukumat degan shu. Bo'pti amsa. Ular yana to'liqlab ovozga elivasli bo'ladi ekan-ku. Bunchalar g'am qilib ketishlarining nima hojati? Shug'unisi hozir menda muqam aytalig'ida kuch-quvvatning bor yo'qligini bilmayapman-da. Fatima ketdi. Teshtirdingmi? Men qanday obdan nimani Fatima ketdi nima? Mezlikkan. Hamma, tinchlikmi? Keldingizmi bolam? Tag'a, obdan turdingmi? Tinchlikmi qizim? Qandaqroq? Qandaqroq? Chiroylari doktorxonadan chiqqandikidan xilal tizilib qopti. Uyga keldim emasmi bolam? Mana yana qandaq obdan narsalarni olib keldingiz qizim? Bavdan silani pologa bek amroq deb edi. Uni o'z qo'lim bilan atdim. Anamni yaqin keltirmadim. Eg'isiga paxsla. Asla. Vah, bah. Shuncha mezlik qilyapmamda.
Qani asla. Apsi, berib qo'shiq ekla. Men akalay. Oyada. Nasla. Voy, o'zingizmi yang bolam? Men yeb keldim. Silaysizlar. Biz Sizlarning to'y ishinglarga onam qo'shildi-ku. O'zingizni qochirib yurganingiz nemisi? Astaroq. Qarab turing, ha? Fatima, akam sizni chaqiryotdi. Meni nimaga chaqirgandinglar? Men tag'amning hikoyasini anglayotdim. Men emas, sizni Bahrgul chaqirdi. Hey, bo'ldi. Malla kirib etay-ya. Fatima, uning gapiga quloq solmang. Tavziyani. Fatima, Ha? bala. Bu begimizning anari. Anangizga ağaç keting. Eğiz tegib baqsın. Daimli tağınızga uni bilan elib kelavermang. Sizlarning hal kuninglarni unchalar yaxshi emas. Uyinglarda qanday qiyinchilik bo'lsa, kelib bizga dang. Hargiz tatinmangchimi? Ma'qul. Ya bo'lmasa, baldunga desingizmi bo'ladi. Men tağınızning qishig'i kiray. Qaytgan chig'ingiz buni elib etishni unutmang. Rahmat amma. Tuzit qilmang bala. Qarang, siz nima degan talaylik? Meningdek bir yigitga uchrab qolmay, shundoq bir oq ko'ngil qiynonig'im uchurdingiz. Kim sizni yaxshi deydi? Men shundoq dedim-mi? Endi men qaytay. Tag'a, hamma, men qaytay. Mangdingizmi? Men mangayamsa, xo'sh amma. Pat-pat Xo'sh kelib turing. Baharga. Ana, men uzatib qo'yay. Xo'sh. Allah ekan. Qizimga mo yaxshi yigitdan birni ata qilg'aysa. Ana. Zo'rxon. Ha mana. Odamning haqiqatan tali bor ekan. Shundoq chiroyli bir qiz nisib bo'ldi. Rizvon xonmi, xotirjam bo'ladigan bo'ldi. Yolg'iz Bovdunning emas, Fatimaning o tali o'ngdan keldi danglar. Shuni deyman. Her qaysinglarni jafon qo'yibdimi? Tavsiyanglar. Bahuzur beqinglar. Hey, Baldun aka. Ha? Mening bo'g'isi yangamni Qashqargacha o'sib qo'ydingizmi yoki yakangacha? Astaroq gap qiling. Dadam anglab qolmasa. Qo'rqmang deyman. Dadam uyda yo'q. Dadam orqa oyilda sizni saqlayotdi. Menimi? Obdan singlim, dadamning oldida hargiz meni o'sal qilmoqchimi? Dada. Ana. Kel bala. Kela. Dadisi. Sen kirib ket.
Dada, bugun qaysi bo'lakdan imtihon oladilar? Qani esinglar. Qaysi bo'lak bo'lsa aytaveraman. Balam, Satarni qo'yib tur. Buguncha anglamay turay. Ha? Bir ish to'g'riliq sen bilan so'zlashmoqchi edim. Bir kel. Balam, bu qatim og'irg'inimdan keyin bir putimni ko'rga sangildi desam bo'ladi. Lekin Alloh meni dargohiga olib ketmay, menga ozroq vaqt berdi. Meni uydagi ishlarni o'rinlashtirib olsin degan chiqi. Chunki 12 muqam sababidan hukumat menga bir talay shon sharaflarni berdi. Necha avlod muqamchilarimiz azaldan erishib baxmagan imtiyozdan mana men Abdulla bahramand bo'ldim. Lekin o'zimga ayonki balam, bizning huquq kuchimiz yo'q bo'lg'achqa umr bo'yi dard alamga chidab boshqalarga yo'l qo'yib kelgan bo'lsam-mu, ammo bir qism pastkash odamlarning hasadxo'rligi va ziyonkashligidan faqat xoli bo'lolmadim. Bilaman, dada. Anam menga degan. O'zlariga kapolat bermanki, bundan keyin hargizmi o'z paylimga berilib ish qilmayman. Sabr toqatni o'rganaman. Men allaqachon Hoshimning uyiga berib, apu so'rdim. Sen hozir ervop yetilding balam. Har qanday o'ng'ishsizlik uchirsangmi, g'ayratli bo'lgan axlingni ishlat. Ko'rib turibsan. Soningmi texi yangi tuxumdan chiqqan cho'jidek bir notivan qiz. Xuddi qo'limizdagi mushu chinidaglar pok ham ma'sum. O meningsiz, seningsiz ham onangsiz qolsa tirikchilik azobiga taqobil turolmaydi. O'n ishga muqamni bo'lsa sana topshirib bo'ldim. Mening hamdiki xiyolim ana shu singning bargini sana topshirmoqchiman balam. Baya onam bilan so'zlashdim. Men bahor gulni sana bermoqchi balam. Bu mening birdan-bir orzuyim. Dada. Nima? Bo'lmaydi. Bunda qisiq bo'lmaydi. Ona, Fatima bilan Baudunkam muhabbatlashayotgan tursa, Baudunkam bizning uyga kirgandan tortib, Fatima tezroq cho'ng bo'lib, okamga baldiroq yotib bo'lishni orzu qilib kelgan. Uning ustiga Baudunkam o'z okamdek bo'lib ketgan tursa, bunda qilsalar qanday bo'ladi? Degan bu to'g'ri. Lekin dadamning bunday qilishni o'ziga yarasha asosi bor. Qanday asosgan u? Ularni ayirib etishga nima asosinglar bor? Dadam bunda qiz qanday bo'ladi, ona? Fatimamo aqlliq ham qobil bir qiz. Meningcha u turmushning sinoqlariga taqobil tura oladi. Lekin mening bahor gulimchi. Garchi u Qodirdan qutulgan bo'lsa-mu, kelgusida yaxshi kun ko'ralamdi yo'q. Men buni bilmayman balam. Bizmi xiyri-to'q. Qaysi kuni fani dunyodan ketadiganimizni bilmaymiz. Agar sen baxtli bo'lamisan, biz qanday xotirjam bo'la olamiz? Balam, o'ylab baq. Sen hamon yotliq bo'lasan. Acaba Baudun akandımı işençilik bir hesi bağımı? Senin ustazın bakanlığım için ihtimal azraq şəxsiyyətçilik qılavatqandırım.
Ama özüm bir atı turuqluq mu? Mana şu saqılım bilen. Özümden gördek etivalı kızımni sana tapşırıvatıman balam. O herkesini iyiye qaratmaydı. Sana nait yaxşı jörü bola alaydı. Dada. Meni her qandaq bir müşkül işe buyursunmu, men hergiz başlatmayman. Çünkü men hazır senin için nimeni qilib bersam o meni baqqan ajrlariga javob qaytirib bo'lolmayman. Balam, ata-onaning irodasiga bo'ysunmoq millatimizning go'zal fazilati. Rahmat sana balam, rahmat. Sizlarning to'yinglarni qilaversamlar, men hech nimaga tortishmaylar. Adaq kunlarimni xotirjam o'tkazib, Allohning meni dargohiga chaqirishni kutib yotaman. Rahmat sana, rahmat. Dada. Nima ki bo'lsa? Davagin balam. Ana! Bunda qo'rqinchli gapni qilmasin-chi. Bunda qilsalar bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Fatima qanday qiladi ana? Şuunisi Fatime. Fatime. Bana Allah kaçan ko'nglini bergan. Men onunla nima deyman? Bunda qilsalar qanday bo'ladi? Rostla bo'lmaydi. Men sizlarni xushib qilay ana. Herkes unda qilmanglar bo'ladi. Canım baba. Gel Allah'ım. Dada. Men bu gaplarni olmayman. Şuunisi Davagin balam. Nima gaping bo'lsa davagin. Nikah rasmiyatini bijirsak mayli. Ammo to'y murosimi o'tkazmayli. Fatimaga o'zim berib aytam. Ma'qul, balam, ma'qul. Sening deganingdek bo'lsin balam. Ana! Canım ana!